Pensionerlar zudlik bilan ushbu hujjatni oling. Pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori haqida rasmiy ma'lumotnoma. Men bugun aynan shu hujjat nima uchun kerakligini, uni olmagan odam qanday muammoga duch kelishi mumkinligini va uni qayerdan qanday qilib olish kerakligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga, hatto hali pensiyaga chiqmagan, lekin yaqin yillarda chiqadigan fuqarolarga ham tegishli. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu mavzuda birgina e'tiborsizlik keyin katta ovoragarchilikka sabab bo'lishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya olgani uchun qo'lda alohida hujjat bo'lishi shart emas deb o'ylardi. Pensiyam plastik kartaga tushyapti, demak hammasi joyida degan fikr keng tarqalgan edi. Haqiqatan ham odam har oy pensiyasini olayotgan bo'lsa, unga kundalik hayotda hujjat kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin muammo shundaki, pensiya to'lanayotgani bilan sizning pensiya maqomingizni, pensiya turi va miqdorini, qachondan tayinlanganini, qayta hisob-kitob qilingan yoki qilinmaganini tasdiqlovchi rasmiy hujjat boshqa masalalarda alohida talab qilinadi. Hozirgi davrda ko'plab xizmatlar raqamlashtirilmoqda. Bank, subsidiya, kommunal imtiyoz, davolanish, sanatoriy yo'llanmasi, ijtimoiy yordam, mahalla orqali beriladigan ko'mak, sud yoki notarial ishlar, meros masalalari, qarz va kredit tekshiruvi, xorijga chiqish yoki boshqa hududga ko'chish kabi vaziyatlarda pensionerning daromadi va maqomi aniq hujjat bilan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Og'zaki gap, SMS xabar yoki bank kartasiga pul tushgani ko'p joyda yetarli dalil bo'lmaydi. Oldin bunday ma'lumotnomani olish uchun odam ko'pincha pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, navbat kutardi, ariza yozardi. Ba'zan yana boshqa xonaga yuborilardi. Ayrim pensionerlar yoshi katta bo'lgani, sog'lig'i yaxshi emasligi yoki qishloqdan tuman markaziga borishi qiyinligi sababli bu ishni ortga surib kelgan. Hozir esa ko'p hollarda bunday ma'lumotnomani davlat xizmatlari markazi orqali yoki my.gov uz portali orqali elektron shaklda olish imkoniyati bor. Lekin imkoniyat borligi boshqa, uni vaqtida olib qo'yish boshqa. Men ko'rayotgan eng katta xato shuki, odamlar hujjat kerak bo'lgan kunigacha kutadi. Kerak bo'lgan kuni esa tizimda xatolik chiqishi, ma'lumot eski bo'lishi, pasport ma'lumotlari mos kelmasligi, familiya o'zgargan bo'lishi yoki pensiya ishida kamchilik aniqlanishi mumkin. Men aytayotgan hujjatning mazmuni oddiy. Unda fuqaro pensioner ekani, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana. Pensiya miqdori va ayrim hollarda pensiya to'lanayotgan tashkilot bo'yicha ma'lumotlar ko'rsatiladi. Uni turli joylarda pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma, pensiya oluvchi shaxs haqida ma'lumotnoma, pensiya tayinlanganligi to'g'risida ma'lumotnoma deb atashlari mumkin. Nomda ozgina farq bo'lishi mumkin, lekin mohiyati bitta. Sizning pensioner ekaningizni va qancha pensiya olayotganingizni rasmiy tasdiqlaydi. Bu hujjat birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilarga kerak. Masalan, 65 yoshli ota har oy 1.2 million so'm pensiya oladi. U kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz yoki mahalla orqali yordam so'ramoqchi bo'lsa, undan daromadi haqida hujjat so'ralishi mumkin. Bankdan kichik kredit olmoqchi bo'lsa ham, bank oylik daromadingizni tasdiqlang deydi. Shunda bank kartasidagi kirimlar ba'zan yetarli bo'ladi. Ba'zan esa rasmiy ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar ota bu hujjatni oldindan olib qo'ygan bo'lsa, jarayon tezlashadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda hujjat yanada muhim, chunki nogironlik guruhi pensiya turi va ijtimoiy himoya masalalari bir-biri bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro dori-darmon xarajatlari, reabilitatsiya vositalari yoki ijtimoiy yordam bo'yicha murojaat qiladi. Tashkilot undan siz aynan qanday pensiya olasiz, miqdori qancha deb so'rashi mumkin. Agar hujjatda ma'lumot aniq ko'rsatilgan bo'lsa, ortiqcha tushuntirishga hojat qolmaydi. Uchinchi toifa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, ona 2 nafar farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzand maktab, kollej yoki oliy ta'lim bilan bog'liq ijtimoiy yordamga murojaat qilganda oilaning rasmiy daromadini ko'rsatish kerak bo'ladi. Agar hujjat bo'lmasa, arzi ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Eng yomoni ayrim holatlarda hujjat yetarli emas degan sabab bilan murojaat qaytarilishi mumkin. 4-toifa yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Men aynan yangi pensiyalarga alohida e'tibor beraman. Chunki pensiya tayinlanganidan keyin odam hammasi bo'ldi deb o'ylaydi.
Lekin birinchi oylar eng muhim davr hisoblanadi. Pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Ish staji to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Imtiyozli davrlar hisobga kirganmi? Bularni tekshirish kerak. Ma'lumotnomani olib, undagi raqamlarni o'z hujjatlaringiz bilan solishtirish juda foydali. Misol keltiraman. Bir fuqaro 3 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda tizimda faqat 24 yil staj ko'ringan. Sababi eski korxona arxividagi ma'lumot elektron bazaga to'liq tushmagan. U kishi 1 yil davomida pensiyam shunaqa ekan deb yuravergan. Keyin hujjatlarni tekshirtirganda aslida qo'shimcha 6 yil staj hisobga olinishi kerakligi aniqlangan. Agar u boshida pensiya ma'lumotnomasini olib, staj va hisob kitobini tekshirganida masalani ancha oldin ko'targan bo'lardi. Agar sizning pasportingiz yaqinda almashtirilgan bo'lsa, familiyangiz yoki ism sharifingizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya kartangizni almashtirgan bo'lsangiz yoki pensiya miqdoringizda kutilmagan farq sezgan bo'lsangiz, bu hujjatni albatta olib tekshiring. Chunki bunday o'zgarishlarda bazalardagi ma'lumotlar har doim ham bir vaqtda yangilanmaydi. Bir joyda eski pasport seriyasi turadi. Boshqa joyda yangi JSHR bo'yicha ma'lumot chiqadi. Yana bir joyda familiya yozilishida bitta harf farq qiladi. Bu mayda tuyuladi. Lekin hujjat topshirishda katta muammo bo'lishi mumkin. Agar pensiyangiz bir necha oy kechikib tushgan bo'lsa, miqdori kamayib yoki oshib qolgan bo'lsa, qayta hisob kitob bo'lganini eshitgan bo'lsangiz, lekin aniq tushunmagan bo'lsangiz ham ma'lumotnoma oling. Masalan, pensioner odatda 1 million 400 ming so'm oladi. Bir oy 1 million 320 ming so'm tushadi. U balki ushlab qolish bo'lgandir deb jim yuradi. Aslida esa bank komissiyasi emas, boshqa texnik sabab qayta hisoblash yoki qarzdorlik bo'lishi mumkin. Buni taxmin bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan aniqlash kerak. Tinchoq bo'lishi mumkin bo'lganlar ham bor. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, hech qanday imtiyoz yoki yordamga murojaat qilmayotgan bo'lsangiz, hozircha zudlik bilan yugurishingiz shart emas. Lekin baribir hujjatni elektron shaklda yoki qog'oz shaklida olib qo'yish foydadan xoli emas. Chunki hujjat kerak bo'ladigan vaziyat odatda oldindan ogohlantirib kelmaydi. Ertaga bankka, shifoxonaga, mahallaga yoki davlat xizmatiga murojaat qilganingizda bugun kerak bo'lib qolishi mumkin. Birinchi vaziyat, sanatoriy yo'llanmasi. Pensioner davolanish uchun yo'llanma so'raydi. Undan pensiya olishini va ijtimoiy maqomini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Agar u hujjatni oldindan olgan bo'lsa, shifokor xulosasi, pasport nusxasi va boshqa hujjatlar bilan birga topshiradi. Agar olmagan bo'lsa, yana alohida borib kelishga to'g'ri keladi. Katta yoshli odam uchun bu bir kunlik ish emas, ba'zan bir necha kunlik ovoragarchilik. Ikkinchi vaziyat, kredit yoki bo'lib to'lash. 7 ming yoshli pensioner muzlatkich olmoqchi, do'kon bo'lib to'lashni taklif qiladi. Lekin daromad tasdig'i kerak bo'ladi. Bank yoki moliyaviy tashkilot pensionerning daromadini ko'rmasa, arizani rad qilish yoki kamroq limit berishi mumkin. Pensiya miqdori haqidagi ma'lumotnoma esa rasmiy daromadni ko'rsatadi. Albatta, kredit olishdan oldin men har doim ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Lekin hujjatning o'zi moliyaviy savodxonlik va huquqiy aniqlik uchun kerak. Uchinchi vaziyat, oila daromadini hisoblash. Bir uyda pensioner ota-ona ishlamaydigan kelin va 2 nafar bola yashaydi. Mahalladan ijtimoiy yordam so'ralganda oilaning umumiy daromadi hisoblanadi. Pensionerning pensiyasi ham daromad sifatida ko'riladi. Agar rasmiy ma'lumot bo'lmasa, ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi yoki noto'g'ri hisob kitob bo'lishi mumkin. Masalan, oilaning real daromadi 2 million so'm bo'lsa, tizimda yoki hujjatlarda boshqa raqam chiqib qolsa, yordam masalasi noto'g'ri hal qilinadi. 4-vaziyat, meros va sud ishlari. Ba'zan pensionerning daromadi aliment, qarzdorlik, meros taqsimoti yoki boshqa nizolarda ahamiyatli bo'ladi. Bunday joyda men pensiya olaman degan gap emas, hujjat ishlaydi. Sud, notarius yoki boshqa idora aniq raqam va rasmiy tasdiq so'raydi. Hujjat oldindan tayyor bo'lsa, ish tezroq yuradi. Birinchi nozik masala, ma'lumotnomadagi raqam siz kartaga oladigan pul bilan har doim bir xil ko'rinmasligi mumkin. Chunki ba'zan ushlab qolishlar, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati bo'yicha chegirmalar yoki bankdagi texnik jarayonlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnomadagi tayinlangan pensiya miqdori
bilan kartaga tushgan summa farq qilsa, darhol vahimaga tushmang, lekin albatta sababini aniqlang. Ikkinchi masala hujjatning amal qilish muddati. Ayrim tashkilotlar oxirgi 30 kun ichida olingan ma'lumotnomani so'raydi. Ayrimlari 3 oy ichidagi hujjatni qabul qiladi. Ba'zilari esa aynan joriy oy uchun ma'lumot talab qiladi. Demak, hujjatni bir marta olib, butun umrga yetadi deb o'ylamang. Lekin bir nusxasini olib qo'yish baribir foydali, chunki u sizga ma'lumotlarni tekshirish uchun kerak bo'ladi. Uchinchi masala elektron hujjat. Ko'p odam qog'oz bo'lmasa hujjat emas deb o'ylaydi. Aslida elektron imzo yoki QR-kod bilan shakllangan ma'lumotnoma ko'p hollarda rasmiy kuchga ega bo'ladi. Lekin uni qabul qilayotgan tashkilotning talabini ham hisobga olish kerak. Agar ular qog'oz nusxa so'rasa, davlat xizmatlari markazidan chiqarib olish mumkin. Agar elektron qabul qilsa, faylni telefoningizda yoki yaqinlaringiz yordamida saqlab qo'yish kifoya. To'rtinchi masala, boshqa odam olib bera oladimi? Agar pensioner o'zi bora olmasa, yaqinlari yordam berishi mumkin, lekin ayrim hollarda ishonchnoma talab qilinadi. Masalan, oddiy maslahat olish boshqa. Rasmiy hujjatni boshqa shaxs nomidan olish boshqa. Shuning uchun o'g'il-qizlar ota-onasi uchun hujjat olmoqchi bo'lsa, avval Davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan tartibni aniqlab olsin. Shaxsiy ma'lumotlar himoyalangan bo'lgani uchun har kimga berilavermaydi. 5-masala, ma'lumotlarda xatolik chiqsa nima qilish kerak? Masalan, ismda bitta harf noto'g'ri, tug'ilgan sana mos emas. Pensiya turi noto'g'ri ko'rsatilgan yoki miqdor siz bilganingizdan farq qiladi. Bunday holatda hujjatni tashlab qo'ymang. Aksincha, shu hujjat muammoni ko'rsatib bergani uchun foydali. Siz pasport, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotlari va mavjud qarorlar bilan pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Arizada qaysi ma'lumot noto'g'ri ekanini aniq yozasiz. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Sizga pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar siz boshqa odam uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizning hujjatingiz. Pensionerning hujjati va kerak bo'lsa ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam. Qaysi yo'l qulayligini tanlang. Agar internetdan foydalana olsangiz, my.gov.uz portali orqali kirib, pensiya bo'yicha ma'lumotnoma xizmatini qidiring. Kirishda odatda telefon raqami, OneID yoki elektron raqamli imzo talab qilinishi mumkin. Xizmat nomi, hudud va tizim yangilanishiga qarab biroz boshqacha ko'rinishi mumkin. Shuning uchun qidiruvga pensiya ma'lumotnomasi, pensiya miqdori, pensiya tayinlanganligi kabi so'zlarni yozib ko'ring. Uchinchi qadam, davlat xizmatlari markaziga borish. Agar internet bilan qiynalsangiz, eng sodda yo'l shu. Pasport yoki ID karta bilan borasiz va menga pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma kerak deb aytasiz. Xodim sizning ma'lumotlaringizni tizimdan tekshiradi. Agar hammasi joyida bo'lsa, ma'lumotnomani chiqarib beradi yoki elektron shaklda shakllantiradi. Borgangizda telefoningiz yoningizda bo'lsin. Chunki SMS tasdiq yoki raqamga bog'liq tekshiruv kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam, hujjatni tekshirib oling. Uni olgan zahoti uyga borib qo'ymasdan, ism sharif, tug'ilgan sana, JSH shir, pensiya turi, pensiya miqdori, tayinlangan sana kabi ma'lumotlarni diqqat bilan ko'ring. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingizdan, qo'shningizdan yoki ishonchli yaqiningizdan o'qitib oling. Lekin hujjatni begona odamga berib yubormang, chunki unda shaxsiy ma'lumotlar bo'ladi. 5-qadam, nusxasini saqlang. Qog'oz shaklida olsangiz, uyda hujjatlar papkasiga soling. Telefoningizda rasmga olib qo'yishingiz ham mumkin, lekin rasm aniq chiqsin. Elektron shaklda olsangiz, faylni telefon, flashka yoki farzandingizning elektron pochtasida saqlab qo'yish mumkin. Faqat shaxsiy ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarga tashlamang, begona guruhlarga yubormang, hujjat rasmini ochiq chatlarda ulashmang. 6-qadam, agar pensiya miqdori noto'g'ri deb o'ylasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat kuchliroq. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori va hisob-kitob asoslarini tushuntirib berishingizni. Ish stajim hamda ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari. Avvalgi ish joylaridan olingan ma'lumotlar bo'lsa, ilova qilasiz.
murojaatingiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 7-qadam, yaqinlaringizga ham ayting. Ko'p pensionerlar bunday hujjat borligini bilmaydi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, qishloqda turadigan, telefon yoki internetdan foydalanmaydigan ota-onalar bu masalada yordamga muhtoj bo'ladi. Men farzandlarga shuni aytaman. Ota-onangiz pensiyasini olayotgani bilan hammasi avtomatik to'g'ri degani emas. Hech bo'lmaganda bir marta hujjat olib, ma'lumotlarni tekshirtirib qo'ying. Yana bir muhim maslahat. Pensiya bilan bog'liq eski hujjatlarni tashlab yubormang. Mehnat daftarchasi, ish joyidan berilgan ma'lumotnoma, arxiv javoblari, sud qarorlari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, familiya o'zgarishi haqidagi guvohnomalar. Bank rekvizitlari, avvalgi pensiya qarorlari hammasini alohida papkada saqlang. Chunki pensiya masalasida eng kuchli dalil hujjatdir. Men falon joyda ishlaganman degan gapni isbotlash uchun korxona ma'lumoti. Arxiv hujjati yoki mehnat daftarchasidagi yozuv kerak bo'ladi. Bugun aytgan eng asosiy fikrim shu. Pensionerlar pensiya tayinlanganligi va pensiya miqdori haqidagi rasmiy ma'lumotnomani olib qo'yish kerak. Bu hujjat bankda. Mahallada ijtimoiy yordamda, sanatoriy masalasida, sud va notarial ishlarda, kommunal imtiyozlarda va pensiya hisob kitobini tekshirishda kerak bo'lishi mumkin. Uni olish qiyin emas. Pasport yoki ID karta bilan davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz yoki my.gov uz orqali elektron shaklda olasiz. Eng muhimi, hujjatdagi ma'lumotlarni tekshirasiz va xato bo'lsa, vaqtida yozma murojaat qilasiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz bo'lsa, bu ishni ortga surmang. Izohlarda yozing. Sizda pensiya ma'lumotnomasi bormi? Uni qayerda talab qilishgan, olishda muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta oddiy hujjat ko'p muammolarning oldini olishi mumkin.